qizimizni tug'ilgan kuni. Baxshayroq. Menga qara, vaqtim yo'q. Tushundingmi, ishim ko'p. Tushundim, xo'jayin. Xo'p bo'ladi. Xo'p. To'xtang. Voy, uzr kechirasiz. Kelin yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Padaringga la'nat. Kech qotganda. To'xtab qoldimi? To'xtab qoldi. Xo'p. Shu paytda kech qotganda. Men ro'parangizda turadigan qo'shningizman. Sevimli Samarqand kabasi sexida ishlayman. Butun O'zbekistonda mahsulotimiz bor. Xohlasangiz beraman. Olasizmi? Halolmi o'zi bu? Vo'yo. Tekshirdamisiz? Aka qarang. Halol degan sertifikati bor. Har 3 oyda sizga o'xshagan kattakonlar kelib, tekshirib ketishadi. Qizig'i yo'q menga. Qizig'i yo'q. Qizig'i yo'q. Bitta shaharda, bitta domda, bitta podyezdda turamiz. Lekin bir-birimizni tanimiz ekanmiz. Nimaga? Chunki qizig'i yo'q. Kimdir bormi? Akkancha, kecha eshitdingizmi? Birinchi qavatdagi qo'shnimiz uyini milisa bosdi, milisa. Nima? So'ramadingiz-ku. Uyida tabletga sotar ekan nomard. Hech kim bilmas ekan. Nimaga? Chunki hech kimga qizig'i yo'q. Keyin ba'zilarga farzandi ham qiziq emas. Eng achinarlisicha, bugun farzandlarimiz bizga qiziq bo'lmasligi mumkin, lekin kelajakda farzandlarimizga biz qiziq bo'lmay qolishimiz mumkin. Shunaqa. Mana misol uchun hozir liftyorga ham qizig'imiz yo'q-da, aka, liftyorga ham. Xayriyatga xormanglar nima qilib qolmadinglarmi? Padaringga la'nat qizuv lekin nega bizilib qoldi ekan bu? Xayriyat, hech bo'lmasa liftyorga qizig'imiz bor ekan. Qizuv, knopka bosilmadi. Yo'q. Hozir men korobkaga qarab kelay. Aka, sizga yurakdan maslahat beraymi? Hozir mana shu kalbasani oling. Uyingizga hamma ishingizni yig'ishtirib qaytib kiring. Nonushta qiling. Ular yaxshi inson. Oling. Sog' bo'ling, boshqatdan tanishganimdan xursandman. Onasi. Labbi dadasi. Choy qo'yib tur.